Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun qalblarga ikki karra quvonch olib kelgan muqaddas va shukuhli bir kun. Muborak Ramazon oyining kirib kelishi hamda aziz insonimiz tavallud ayyomlari munosabati bilan yo'llangan samimiy tabrikni e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, otaxonimizni chiroyli holatda tug'ilgan kunlari bilan jonli qo'ng'iroq orqali tabriklab xursand qilishga harakat qilamiz. Hayajonli daqiqalar boshlandi. Ko'k tugmani bosdim. Jonli qo'ng'iroq ketdi. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Uzr bezovta qilib qo'ydik. Parbiyev Ma'rufxon otamiz bormidilar? Hozir. Xo'p, bo'ladi. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Parbiyev Ma'rufxon otamiz bilan bog'landikmi? Ha, Otajon, salomatmisiz? Uzr, sizni ham bezovta qilib qo'ydik. eshitaman. Otajon, bugungi qarshi olayotgan tavallud ayyomlar hamda ro'ziy Ramazon oylari sizga muborak bo'lsin. Rahmat. Har doim baxt, omad, sog'lik, salomatlik, ko'ngil xotirjamligi hamrohingiz bo'lsin. Rahmat. Tashakkur. Biz tabrik so'zi loyihasining jonli efiridamiz. Studiya qarshisida Kamina boshlovchi Hurriyatxon bo'laman. Bugun siz uchun ajoyib tabriklar yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Qizim bo'lsa kerak. Yo'q? Yo'q, ayolim, yo'q o'g'lim. Albatta, sizni juda ham qadrlaydigan, yaxshi ko'radigan faxringiz, o'g'lingiz Muhammad Yusuf aka tabriklab qolmoqdalar. Rahmat. Bo'lsin. Qolaversa, ayolingiz Gulchehraxon opamiz, qizingiz Manfaratxon opa va barcha oila a'zolari nomidan Muhammad Yusuf akamizni tabrik so'zlari bor edi. Ruxsat bersangiz, Allohni vakil qilib, roziligini niyat qilib o'zi qodir etganchalik o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Aziz va mehribonim dadajonim, qiblagohim. Avvalo sizni butun oila a'zolarimiz nomidan kirib kelgan muborak Ramazon oyi bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ushbu ulug' oy sizga sog'lik, xotirjamlik, qalbga taskin va xonadonimizga fayzu baraka olib kelsin. Tutgan ro'zangiz, qilgan ibodatlaringiz Alloh dargohida qabul qilsin. Bugun yana bir quvonchli kun, tavallud ayyomingiz. Siz biz uchun nafaqat ota, balki suyanch dog', mehr va sabr timsolisiz. Bizni halol mehnat, to'g'rilik va insoniylik yo'lida tarbiyalaganingiz uchun sizdan cheksiz minnatdormiz. Dadajon, siz bor uyda baraka bor. Siz bor uyda qalbimizda ishonch bor. Sizning duolaringiz bizga kuch, mehringiz esa hayotimizga nur bag'ishlaydi. Alloh sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik, doimo yuzingizdan tabassum aritmasin. Farzandlarimiz va barcha yaqinlar nomidan sizga eng ezgu tilaklarimiz. Dadajonim, umringiz uzun bo'lsin. Qalbingiz hamisha xotirjam bo'lsin. Nabira-yu farzandlar rohatini ko'rib yuz yoshlarni qarshi oling. Har kuningiz bayram, har oningiz shukrona bo'lsin. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz va siz bilan faxrlanamiz. Mening mehribonim dadajonim, tug'ilgan kuningiz hamda muborak Ramazon oyi yana bir bor muborak bo'lsin. Hurmat va cheksiz muhabbat bilan sizni qadrlaydigan, yaxshi ko'radigan o'g'lingiz Muhammad Yusuf deya ushbu ajoyib ta'sirli dilnomani sizga yo'llab qolmoqdalar. Qadrli otajon, har doim mana shunday farzandlar baxtu rohati uchun sog'a omonlikda yurishingizni tilab qolamiz. Muhammad Yusuf o'g'lingizni esa yana bir she'riy nomalari bor ekan, shuni ham taqdim etib, so'ngra suhbatimizni yakunlasak maylimi? Mayli. Rahmat sizga. Mehribonim otamning duolari bor doim. Biz uchun mehnat qilgan uxlamay otam doim. Ishlarimiz topishga madadkor bo'ldingiz otam. Duo va saboh bilan bizni asragan otam. Mana bugun ezildim. Otam yoshi o'tmoqda. Bizni xizmat qilishga Xudoyim yo'llamoqda. Mehribonim, jon otam, ulug' yoshlarga yeting. Nabira-yu abira kulguchilarini ko'ring. Sizni ko'p ranjitdik biz, kechiring bizni otam. Hamisha duo qiling mehribonim, jon otam. Baxtimizga sog' bo'ling. Sizni yaxshi ko'ramiz. Ulug' kunlarga yeting. Doim duo qilamiz. deya ushbu ajoyib she'riy nomani ham sizga yo'llab qolmoqdalar.
Rahmat, sog' bo'lsin. Ilohim. Otajon, mana shunday ro'za Ramazon muborak kunlarda sizdan ham ahli oilangiz uchun chiroyli tilaklaringiz, duolaringiz bo'lsa, marhamat, ayni damda yetkazib berishingiz mumkin. Hammalari baxtingga sog' bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. Rahmat shunchalik dilnomalari yuborganiga. Sog' bo'lsin baxtingiz. Ilohim. Rahmat sizga ham har doim mana shunday yaqinlari baxtiga omon bo'ling. Otajon, aslida farzandlar tomonidan shunday chiroyli so'zlar, tilaklar eshitishingiz siz ularga bergan go'zal va mukammal tarbiyangiz. Allohni tanitib, haq yo'lga chorlab, halollikka o'rgatib, hech kimdan kam qilmay asrab avaylab bor mehringiz ila o'stirganingiz natijasi bilan bugun barcha farzandlar nomidan Muhammad Yusuf o'g'lingiz rahmat so'zlarini yetkazishni xohlabdilar. Ular uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Yana bor Ma'rufxon otamizni muborak Ramazon oyi va tavallud ayyomlari bilan samimiy tabriklaymiz. Ilohim, bunday quvonchli kunlar xonadoningizda ko'p bo'lsin. Ushbu ajoyib qo'shiq taronim Ma'rufxon otamiz uchun yangraydi.